Assalomu alaykum. Hurmatli ustozlar, shogirdlar, hamkasblar. Anchadan beri video chiqarganim yo'qdi. Ko'pchilik ijtimoiy chiqmayapsizmi, chiqarmayapsiz video deganiga kichkinagina bo'lsa ham arzimas videocham bor edi. Mana ko'rib turganlaring, oldin ham o'zim yasaganman buni. Mini Nikiluscha deb. Mana buni ko'rsatay, bir yil ishlatganman buni. Bultur yasab oldingi videolarimda bor, buni bulturga yasaganimda yaxshi ish bermadi bu. Kamchiliklari bo'ldi buni. Mana bu sitkachani taydan qilgan edim. Arlini qoqib, suvlab buni ichiga solgan paytim, ichiga tushib, uni chuqurchani ichida arlar o'lib qoldi. Nafas olishga qiynalishdi. Arlarni keyin mana bu bizning sharoitda mana bu mashinani dalada agar shira zo'r bo'lmasa, mashinani ishlab ketish qiyin ekan. Ham buni ichiga solgan arri sal kamlik qildimi, ishlalmadi qisqasi. Bu yil men bu narsadan voz kechdimda boshqacha variantda qildim. Boshqacha variantda qilganim mana bu sitkachani mana tayda ko'rib turgansizlar, mana bu sitkachani olib ichkaridan qo'ydim. Sababi ichiga ari to'kilib, to'lib o'lib qolmasligi uchun. Birinchidan. Ikkinchidan bo'ldi, men ko'rsat. Ikkinchidan mana buni o'rniga mana buni olib tashladim. Ikkovini olib tashlab, o'rniga eski sushlardan, shu razmerda bittakkina qilib eski sushlardan kesib yopishtirib, mumga shunday botirib olib, shunday sushga qo'ysa yopishadi. Qisqasi mana shu arzimagan mini Nikiluscha bultur 100 ta yasab, 100 taga 99 tasiga arra solganman. 99 tasidan 50% ga bormadi foydalanishim. 50% ga bormadi. Birinchi partiyada 32 tami, 33 ta chiqarib berdi. Keyin yana 10 ta, 15 tami yoqdan qildim. Qarachi 50% ga yetar yetmas bo'ldi. Bu yil mana bu kamchiliklarni to'g'riladim. Birinchidan, ikkinchidan bultur olganimda har xil o'yladan olgan edim. Arlarni o'ynali akvariumga o'xshab o'yna yasagan edimda, mana shu tasavvur qiling, mana shu kattagina akvarium o'yna ichiga qo'qdim, yosh arlar qoldi, kattalari uchib ketdi. O'shandan olib, solib, suvlab sepib, shundan solib, o'shandan qilib foydalangan edim uni. Machni qo'yib, qo'qilib, 3 kun qorong'i joyga qo'yib, podvalga 3 kunda ichida bular yana bitta katta xatoyim kilonka qilmaganman o'sha yili bultur. Kilonka qilmay yopib, bunday qilib suskochlab qo'ygan edim. Mana bunaqa qilib tishib chiqib ketishgan arlar o'sha payti. Bu yil xatolarni to'g'riladik mana. Sekin-sekin o'rganyapmiz. Endi bu yil qilganim bu yil qilmoqchi emasdim, keyin 3-o'zim matka ekaman. 2 partiya ekkanim o'zimga yetdi. 3-partiya ekkanim pashti lishligida bir sotmoqchi bo'ldimda, qo'ying undan ko'ra shu Nikilusimga qilib foydalanay, planimda ish qilay dedimda, qildim. Bu yil nima qildim mana? Sush yopishtirdim. Sal zo'rlar. Bo'y aytganimdek sush yopishtirdim, kilonkasini qo'ydim. Sitkachasini ichkaridan qildim. Keyin 3-partiya ekkan matkamni mana matka ekilgan yashik bo'layotgan bo'lsa, baqvat o'ylaydi bu 8 ramka, 9 ramka zinch ari turuvdi. 6 ramka ham deylik, zinch bo'lsa 6 ramka ham deylik. O'shandan bir tarafidan 38 ta mana shunaqa yashikchaga arra oldim. Mana shunday kesib sushni mana shunday kesgan edim. E'tibor bergan bo'lsalaring, mana bu yerlarni o'zlari sal ishlagan mana. O'zlari ishlagan. Mana bunday qilib men pichoqda kesgan edim. Mana matkasi. Uruqqa kirgan. Bugun kirgan uruqqa mana shu matka. Mana. Yaqinroq ko'rsatish matkani o'zini. Bugun kirgan Karnika F1 dan olingan F2 matka mana shu. Mana o'zimning machnimdan chiqqan matka. Buni yaxshiroq effekt berganini sababi men bilishimcha o'sha machni ekkan o'ylamni o'ziga shu ramkachalarni so'ganman. Mana tasavvur qiling, yashiga turibdi. Ramkalarni optim daqqa ko'tarib oldim. Ichiga mana bularni qo'ydimda, mana machnilarni, mana shunaqalarni bitta qistirib qo'yib chiqdim. Tarqatib qo'ydim ichkariga-da. Arini qoqdim bu yana ustiga. 3-partiya, 2 partiya machnini olib uni ishlatib o'zimga foydalanaman. Bo'ldimda 3-partiyaga lishni ortiqcha bo'lgani uchun bunga qoqib
38 taga solib 100 gram ham emas, 50-60 gramdan solib ovqat. Bekka uyga olib kelib qo'ydim. Sirazi 3 kun olib borib qorong'uxonaga qo'y. Keyin uni 3 kun kut, nima bo'ldi deb xavotir ham olganim yo'q. Shunday soldim, kechki soqi mana shu payt 5-6larda soldimda, dimiq qolmasin deb. Nima deganda o'zini arilari bu hech qanaqa muammosi bo'lmaydi. O'zini arisi, eski arilar. Olib soldimda, olib kelib shuni uyga olib kelib qo'yib, kechgalikka shunday olib qo'ygandan sirazi itog'ini teshigini ochib qo'ydim. Ham effekt berganning sababi bu bittalik-ku. Misol uchun ikkinchi yashicha mana 1 metr, 1,5 metr nariroqda turibdi. Uchinchisi yana nariroqda rangini iloji boricha 2 xil, 3 xil qilganman. Mana shu 38 tadan 16 tasini uyga tushirganman, qolganini yana bir joyga tushirganman. Uni endi borib ko'raman hozir. Vaqtim bo'lib endi borib ko'raman. Mana shu 16 tadan hozir ko'rib chiqdim. Bugun urug'ga kirgan bular. Hali sut bo'lgan yo'q. Bugun. Mana bu ramkachasini ham ko'rsatib qo'yay. O'zini ko'tarmadimi? Mana o'zlari, men kichkina mana suv ko'rakam masalan, bunday kichkina kesilgan edi. So'gan edi. Mana o'zlari ishlagan. Ichida ko'rinyapti, mana shu yerda urug' bor mana. Yaqinlashtirib ko'rsatgan. Mana shu yerda urug' bor. Oq joyiga ko'rsatsang, oq joyini. Mana chekkada oq joy bor. Bo'ldi. Ana endi bugun 10-kun. Mana shularga matkaga olib kelib solib qo'yganimga 10-kun. Matka chiqqaniga bugun 10-kun. 11 kun bo'ldi, matkan chiqqaniga 10 kun bo'ldi. Bu mana yashicha menga o'zim yasab, o'zim arzimaganman. Ketsa 8 ta 10 ta shurib ketadi. Salafan, eski salafandan pinaplikis arzimagan kraska. Menga mana shuni yasab tayinlashimga o'sha paytda videoyimni ham birinchi videoyimda aytgan bo'lishim kerak. 6000 so'mdan tushgan menga. 6000 so'mdan tushgan narsa mana 100 ming so'mlik matkani uruqqa kirgizdirib tayinlab beryapti. Shunday qilib bu bittalik bo'lgani uchun foydali tarafi har joyda bo'lgani uchun ko'proq effekt beryapti. Birinchidan, ikkinchidan o'zini arisi, matchning o'ziniki, o'zlari ishlagan. Shu sababli ko'proq plusga yurdi. 16 tadan 13 tasi uruqqa kirdi. Keyin qaysi bir sababga ko'ra mana uchovni ko'rsat. Mana shu 3 ta pastdagi 3 tani ko'rsat. Qaysi bir sababga ko'ra mana shu 3 ta pastda turgan uchovda matka yo'qolgan. 1 kun, 2 kun, 3 kun bo'lgan yo'qolganiga nima deganda ana uni ramkachani ichiga yaxshilab yaltiratib ishlatib, shiralar yig'ib qo'ygan, shirasi bor, arilar tarqalib yo'q bo'lib ketmagan. Agar matkasi o'sha payt o'lib yo'q bo'lganda arilar davno ketib borgan bo'lardi. Buniki turibdi. Shu kecha urtishga chiqqanda shu uchovniki aks bo'lganda bir joyda turibdi, shu uchovniki yo'q. 16 tadan 3 ta yo'q. Necha foiz menga pribilga necha foiz foydalanishga o'tadimi bilmayman endi. 90% mi 95% yaxshi foyda berdi. Arzimaga mana shunaqa bundan 100 ta qilgandim, bu yil 40 tasidan foydalandim. Mana ular qayta qilish kerak edi, mana qila olmadim, vaqtim yetmadi. Boshqa yashillar pirdilkasi bilan vaqtim bo'lmadi mana. Sizlar ham arzimaga mana shunaqa aytganimdek o'zlaring qo'llaringdan ham keladi. Sal hisob-kitobda olib kesib kililab yasalganda oxirida mana ichini mum bilan aylantirilgan. Shira solib qo'yiladi mana bu yerga. Mumni karmoshkani yemaganda bunday aylantirib olanlar bo'ldi. Bir marta sirop berdim. Olib kelayotganda 50 gram bergan bo'lsam, keyin kelganimda 200 gramdan berib chiqdim. Bo'ldi, hozir ichida shira yetib ortib qoladigan darajada shirasi matka uruqqa kirib bo'ldi. Endi bularni 3 kundan keyin olib boshqa yoqqa ishlatish mumkin. O'shangacha qurt bo'lib, sal o'zini tiklab olsa, keyin olib boshqa joyga ishlataman-da, bularga yana matchni tayinlab qo'yaman, xudo xolasa. Ikkinchi partiyaga yana ishlaversa bo'ladi bular. Hozircha shu yangiliklarim. Rahmat, sog' bo'lasizlar.